Uchqun aka keling. Uchqun aka marhamat, badiiy sahnamizga kelishingizni iltimos qilamiz. Qo'shiqni davomini Terosdan ko'rin ki dadang qidirasan. Teros ham bor, otasi onasi qilaman. Ana nuri. Bu o'tib ketaylik, mosh, taksilar shmol. Yarim ishlamasligi mumkin. Kaçan borsan ben gibi mi? Taksiler arkadan geliyor. Siz radar ta'sir hududidasiz. Radar 70'da. 2. Ha, ketadiganlar yaxshi yetib olinglar. Bu eshak charosini yo'l ketmaysizlar shu Toshkentda joyga shu. Amerikaga ketaman desam, shu men borman ketmayman desa kerak-da shu. Tashakkur izhor etamiz Dilfuza opa, rahmat sizga. Kechalar bilan uxlamay chiqqan tunlaringizga bergan oq sutingizga rozi bo'ling. Xudo xolasa qizingiz hali shunday oila bekasi bo'ladiki, ortidan ota-onasiga rahmat degan so'zlar sharafingizga yog'ilib tursin. Qizingizni haqiqiy uyiga borganingizda eshikni shunday ochganingizda men baxtliman onajon deya chiroyli chehralar sizni kutib olsin, hech qachon ko'z tegmasin deymiz. Agar jarayonlar demak hozir internet jarayonlari bo'lyapti. Boqinurxon she'ringiz bo'lsa, biz akam bilan hozir kelishib olardik qo'shig'imizni. Onajonga bitta deymiz. Otaxon, marhamat. Assalomu alaykum. Bir chiroyli duo qilib berasiz endi. Chunki onamni yoshlari aslida katta, yosh jihatdan ular duo qilish kerak, lekin musulmonchilikda shunaqa bir so'z borki, ayol kishini 70 yashar, erkak kishini 7 yasharga salom berar ekan. Shuning uchun yosh ulug' inson sifatida sizdan duo. Assalomu alaykum. Sağlık,
Sezgir sanatchi? Qizil sal tortibroq qo'y, orqaroqqa. Assalomu alaykum. Yo'qsiz chortoq so'lada. Ha, bilikda sizga yo'lak borib keldim. Ha, yaxshi. Salom ayting. Hay boshqa gapdan gapiraylik. Mana kelin sanov qilib, kelinni qo'lidan choy ichib o'tiribmiz. Bugun gapim chala qolib, bugun mana kelib kelinni qo'lidan choy ichmaganlar alam qilsin. Yurad opam eshiting. Mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Alamlarini ko'zlarini yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor, bag'rimga bosay. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarda sehri bor dadam, kamtar dadam, hokisor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Otasini yaxshi ko'radiganlar bildiroz qarsaklarimiz. Rahmat. Endi bemalol joyingizni egallab olishingiz mumkin. Otalar, rahmat. Sizga nima qiladi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi atamana wa safana wa ja'alana minal muslimin. Manzila batshina nazat
Allohga hamd sano, payg'ambarga salovat etgan, ketiganni savobini boyliklarga bag'ishladik. Nurlarimizga, rizqlarimizga, kasb-korlarimizga o'zi baraka bersin. Shu kelin-kuyovlarimiz qo'shgani bilan qo'shcha qilib duolar bo'lsin, ota-onalarga, yurtimizga xizmat qiladigan solih farzandlar ko'rib, uzoq umr ko'rib yurishlarini Alloh nasib qilsin. Barchalarimizni, xonadonlarimizni shunaqangi baxtli kunlar bo'lishligini nasib qilsin. Va sallallohu
yoshdan ko'tarding bo'ydoqliging yaxshi edi har nimani xohlovchi yo'q edi sendek ovchi kechasi kelsak yo'q edi shu tergovchi bo'ydoqliging yaxshi edi ona ko'ngli bolada bola ko'ngli dalada ona ko'ngli bolada bola ko'ngli dalada gilos yeydi chillada bo'ydoqliging yaxshi edi gilos yeydi chillada Shunday vaqtli oqshomda to'yindan yanada diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda mamnunmiz. Barchangizga xush kelibsiz deymiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va Tasha o'rma yana. Mana katta tavasiz yaxshi duosi bering nasib bo'lsa navorada kelajagi ilk bo'lmasa mana shu sizga o'xshagan professorlar bo'lsa inoya marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davramiz qatnashchilari, hurmatli xudolar. Mana muborak bo'lsin bugun e'tibor singlimiz Shahodatjon mana bugun fotiha to'yi deydi yoki boshqa viloyatlarda to'qqiz to'yi deydi, to'g'ri to'qqiz to'yda yig'ilib o'tirgan ekanmiz va hamisha navqiron deydi Buxoro shaharda turibmiz. Mana hozir chiqib bir shaharga qaradimda aytib shunchalik o'zgarib ketdi mana Buxoro. Shu yerdan tark etib ketganimizga mana salkam 40 yil bo'ldi tog'at. Amallarimiz yoshlar baxtli bo'lsin, umid kuyovimiz mana bu Shahodatjon kelinimiz bilan qo'shcha qarisin uvoli juvoli bo'lib baxtli saodatli bo'lsin. Hammamizda ham hammalarimizni xonadonlarimizda shunaqa yaxshi kunlar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, boshimizga yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Dunyomiz tinch bo'lsin. Kelasi yillarga barchalarimizni Turk istiqbolligida yetkazsin. Ashura oylarida
mübarek günlerde turgan ekanimiz. Allah barchalarimizni o'z panohida asrasin. Yoshli baxtli bo'lib qo'shgan bilan qo'shganlar ismi Alloh taolo. Assalomu alaykum. Bu o'tiblar shu ota bobomizdan qolgan. Shuning uchun marhamat bo'lsin, bemalol aytib davom ettiravering gapidan. Qalbimdan ham olomimni olib ketgan. Tarifiga she'r yozolmay qiynalaman. İlk muhabbet yuragimda qolib ketgan. Iloyo ilovonda duolarimiz bundan keyingi bo'ladigan barcha ijobat bo'lsin. Parvardigorim olam nimaiki sizda mehmonlar orzularingiz bo'lsa, Alloh mana shunday qilib o'zi xohlagan insonlar bilan xudoanda bo'ling. Yomon orqasidan jonimiz ketmasin. O'zing har narsaga qodirsan egam degan. Shu uchun aziz xudolar, Xudo bugun Allohning marhamati bilan bizning guvohligimizda masalan erta
Duo qilgan qalbim qalbimizdan berish Alloh rizosi qoldi. Dunyo degan shunday anglab bo'lmas ekan, yo'q ekan gohida tuynuksiz qasir ekan, lekin inson habib Kelinchang kirdi qo'llarimi? Cuma rahna nima deganlarimiz. Bizda bunaqa yo'q. Navoiyda bunaqa narsa yo'q. U ham sizlarning kelinchangmi? Yo'q, u o'zlarining kelinlari. Shu oqtepa olib kelinmish odam. Toshdan. Bitta bilan olib boradi. Bizda qiz qiladi. Qiz qilib o'zi qilayotadi. Nurali qayerga? Nurali qayerga? İbici kuanda maşında çamalıkla olçu. Ya olçu mana. Çimol yo'q. Suzanlar. Ha, olçu. Oldu lan. Ha, mana bu. Shahar romanda sizlar Nurig'da mashina nima unga oldingizlar? Ha Sherzodni mashinada kimdi? Kim oldu? Olibdi-ku ular. Biz narsalarni qayerda kimni mashinada kelyapti endi? Qaysi narsalar yana? Bu narsalar ko'p. Biza oldik. Biza mashina Sachoqlar qani? Biza mashina. Setkalarda sachoqlar bor edi. Hozir hamma narsamiz mashinada kelyapti-da, ular o'tib ketibdi bizga aytma restoranga. Yo'q, hozir shunday. Shu hammasi shundaniki. Mahmudni mashina emas. Mishanikida, Mishanikida. Kirlenikida yo'silmaydi, kiyanikida yo'silmaydi. Qanaqa bo'lmadi. Bak,